Butun dunyoda tish salomatligiga e'tibor beradigan 5 ta davlat. 5-inchisi Germaniya. Chunki ishchilar uchun ham ish joylarida profilaktika uchun sharoit yaratilgan va tibbiy sug'urta stomatologiya xizmatlarini ham qamrab olgani uchun har bir inson bemalol stomatologga murojaat qilishi va tez-tez tishlarini davolatib turishi mumkin. O'zim ham yaqinda Germaniyada bo'lganimda guvohi bo'ldimki, deyarli har bir bemor sug'urta orqali murojaat qilar ekan. 4-inchisi Finlandiya. Chunki bolalarga maktab yoshidan boshlab gigiyenaga qattiq o'rgatishadi va davlat tarafidan shakar mahsulotlari reklamasiga qat'iy cheklovlar bor. 3-o'rinda Shveysariya. Sababi stomatologik mahsulotlar va asbob-uskunalar ishlab chiqarishda juda ilg'or mamlakat hisoblanadi. 2-o'rinda Shvetsiya. Chunki davlat tarafidan stomatologiya juda katta miqdorda moliyalashtiradi. Bu esa har bir fuqaroga yiliga 1-2 marta stomatologik ko'rikdan foydalanishga imkoniyat yaratadi. Va nihoyat 1-o'rinda Yaponiya. Chunki statistika bo'yicha karies ko'rsatkichi eng past davlat hisoblanadi. Buning asosiy sababi yuqori gigiyena madaniyati hisoblanadi va yana qo'shimcha ma'lumot 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga ota-onalar gigiyenasi uchun mas'uldirlar. Nima deb o'ylaysiz? Bu reytingda O'zbekiston nechinchi o'rinda? Fikringizni kommentariyada yozib qoldim.